Так, bugungi tema funksiyalar. Qayerga keldik? Mana funksiyalar. Buni tugatdik, buni tugatdik. Funksiyalar. Xo'p. Funksiyalarning har xil turlari bor. Misol uchun deylik, function declaration. Function declaration yoziladi. Function yoziladi. Misol uchun ism beriladi. Bu birinchisi. Bu funksiya bor. Keyin function expression bor. Function birinchi turi, ikkinchi turi va oxirgi chiqqani constant test uchimizda. Xo'sh, mana bu expression, declaration, mana bu arrow function. Funksiyalar. Yana boshqa turlari ham bor. Immediately invoked function bor. Construction function bor. Har xil yana boshqa turlari ham bor. No, hozircha mana shu 3tasi yetadi. Даже mana bittasi yetadi. Tak, mana buni sintaks bo'yicha odamlar yaxshi ko'radi. Oxirgi chiqqani qisqa qilib yozsa ham bo'ladi. Bular sal eskiroq chiqqan, lekin proyektlarda ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun bu funksiya uchrab qolishi mumkin. Bunaqa turdagi funksiya uchrab qolishi mumkin. Hammasi bir xil ishlaydi. Ya'ni o'rtasida ozgina farqi bor. U keyinchalik aytib ketaman. Hozir shart emas. Va hozircha hammasi bir xil funksiya. Bu ham o'sha funksiya, bu ham o'sha vazifani bajaradi. Tak, hozircha men proyekt qilganimda, misol uchun men buni ishlatmayman. Ko'pincha buni ishlataman, buni ishlataman. Hozir endi sizlar o'rganib o'tganlar uchun men buni ham o'chirib turaman. Просто buni o'zinglar uchun bilib olinglar, mana shular borligini, bunaqa turlari ham sintaksini iloji bo'lsa yodlab qo'yinglar. Mana bu. Xo'p, mana bu bilan ishlaymiz. Buni oti arrow function deyiladi. Ya'ni arrow degani strelka degani. Mana bunaqa strelka. Strelkasi bo'lgani uchun buni arrow function deydi. Mana shu yozilishi shunaqa bo'ladi. Misol uchun const o'zgaruvchi ochdik. O'zgaruvchi tengdorimiz funksiyaga. Mana bu hammasi bitta narsa. Mana shu hammasi bittasi narsa. Mana shu funksiya, mana shu blok. Mana shu hammasi bitta butun narsa. Mana shu funksiya degan. Oddiy qo'z, strelka anaqa. Alohida belgilar narsalar emas, bitta butun narsa. Endi mana bu o'zgaruvchi bo'lsa, aytaylik test. O'zgaruvchiga funksiyani saqlab qo'ydik. O'zgaruvchiga bilasizlar, mana bu o'zgaruvchi bu idish. Xohlagan narsani solsam bo'ladi. Xohlasam son solaman. Xohlasam text solaman. Xohlagan array solaman. Xohlasam rasmni yorib solib qo'yaman. Endi bu safar men funksiya solib qo'yaman. Mana bu funksiya. Tak, o'zi endi savol tug'iladi. O'zi funksiya nimaga kerak? Funksiyasiz ishlasa bo'ladimi? Oldinlari funksiya bo'lmagan. Misol uchun mana birinchi funksiyasi qilib ko'ramiz. Uni nimaga kerakligini aytish uchun men bittacha mana rasm chizadigan narsam bormi? Sketchpad. Misol uchun chizamiz. Misol uchun mana bu funksiya bo'lsa, mana shuni funksiya, mana shu idishni funksiya deb o'ylasanglar. Misol uchun bu funksiyaga nimadir qabul qiladi va nimadir o'zidan chiqarib yuboradi. Mana bu funksiya, f deb qo'ying. Funksiya nimadir qabul qiladi va nimadir chiqarib yuboradi. Misol uchun funksiyaga 2 sonini yuborsak, mana 2 sonini funksiyaga berib yubordik. Funksiya uni qabul qiladi, nimadir vazifani bajaradi, keyin buni qaytib mana shu sonni chiqarib yuboradi. Balki 2 ni o'zini chiqarib yuborar. Balki mana shu 2 ni 2 ga 1 ni qo'shib chiqarib yuborar. U bizga bog'liq. Lekin funksiya mana shunaqa idishki, nimadir vazifani bajaradi. Biz unga aytamiz, nimadirlar qabul qilgan yoki qabul qilmasdan ham nimadir vazifani bajargan, ishini tugatib nimadir chiqarib yuborgan.
Mana shu narsa funksiya. Endi hozir aytaylik. Hozir aytaylik. Misol uchun hozir men veb-saytni ochib olay. Yana bitta narsa funksiya kodimizni toza yozishga va qayta ishlatsa bo'ladi bu funksiyani. Mana bu funksiya to'rtburch idish. Nimadir qabul qiladi, nimadir chiqarib oladi. Qanaqadir vazifani bajaradi, ishini tugatadi. Xo'p, aytaylik funksiyaga mana qilaylik. Log qilaman-da. Salom. Hello. Deyman-da. Ismini yozaman. Ismim misol uchun aytaylik. Birinchisi Alice. Hello Alice. Alisa, how are you? Endi buni yozdim. Ketidan misol uchun mehmonlar kelyapti uyimizga. Misol uchun aytamiz, birinchi mana mehmon keldi. Salom, bu qalaysan deb yozdim. Desam, bu yerda chiqadi mana. Mana bu yerda chiqdi. Endi misol uchun yana bitta mehmon kelyapti uyimizga. Unga xuddi mana shu gapni aytishim kerak. Xuddi shu gapni aytishim kerak. Endi buni yana qaytadan yozishim kerak men. Mana bu yozaman. Endi bu gal almasdi, bu gal Bob keldi. Endi yana kelyapti mehmon. Bunga ne yozishim kerak? Xuddi shu narsani yozishim kerak. Mana bitta narsani 3 marta yozdim. Faqat ismi boshqa bo'lgani uchun. Endi mana shu noto'g'ri narsa. Bu o'zi qaytarish mumkin emas-da. Don't repeat yourself deydi. O'zimiz qaytarishimiz kerak. Bitta narsani yozamiz, yana yozamiz. Xuddi shu narsalar, faqat ismi boshqa. Tasavvur qiling, 100 talab odam kelyapti. Yana qaytarilaveradi. Mana shu narsaga, mana shu vaziyatga biz funksiyani ishlatsak, kodimiz ancha tozaroq va nima deydi, qayta ishlatsak bo'ladi. Misol uchun qarang. Mashinga uchalasi chiqdi. Xuddi mana shu narsani men funksiya bilan qilaman. Funksiyani yozaman. Aytaylik, greeting deydi. Bu o'zgaruvchi nomni xohlagancha beraman. Mana bu funksiya. Mana eslarda bo'lsa, mana buni yodlab olishinglar kerak uyda. Mana bu tomoni o'zgaruvchi, mana bu funksiya. Mana buni yodlab olinglar. Ikkita oddiy qovus, bunaqa strelka i bu. Mana shu ham mana bu funksiya hisoblanadi. Men sizlarga boya videoni boshida aytdim, boshqa funksiyalar ham bor. Ularga chalg'imay turinglar, mana shuni yodlab, keyin ularga sekin o'tsa bo'ladi. Hammasi bir xil. Mana bu joyiga enter bosaman. Endi qarang, bitta ham console log olaman-da. Bu joyga qo'yaman. Hozir men bularni comment qo'yib turay. Bularni o'chirib turaman. Xo'p. Endi hello team, how are you? Endi qarang, console log qildim. Bu console'da chiqmaydi bu. Nimaga desanglar bor-ku, mana funksiyam bor. Console log agar mana tashqarida bo'lsa bor-ku, mana funksiyani ichida emas. Ichi bo'sh funksiya. Tashqarida bo'lsa chiqadi. Lekin mana bu narsa funksiyani ichiga yozsak, bu yerda chiqmaydi. Chunki funksiya ishlamaydi hozir. Funksiya ishlashi uchun funksiyani chaqirish kerak. Chaqirish uchun undaq qilamiz. Greeting qilaman-da. Bunda qilsak mana ikkita qovus qo'yaman, mana funksiyani ismini yozdim. Chaqirdim. Keyin mana bu chiqadi. Funksiya ishlashi uchun funksiyani chaqirish kerak. Endi men bunday qilsam-chi, men chaqirish tepada chaqirib qo'ysam-chi. Bu yerda chaqirsamchi, ko'rasizlar, xato beradi. Chunki mana bu yerda men funksiyani chaqiryapman. Funksiya pastda joylashgan. JavaScript tepadan pastga o'qib tushadi. Birinchi qatorni o'qiydi, keyin ikkini o'qiydi, keyin 3 o'qiydi. Tepadan pastga tushgan holda funksiyani chaqiryapmiz. Tepadan pastga tushayotgani uchun bu funksiya borligini hali JavaScript bilmaydi. Chunki men qatorda yo'q. Shuning uchun ham bizda reference error beryapti. Cannot access greeting before initialization yo'q narsani o'qiy olmayapti. Shuning uchun buni chaqiradiganimiz har doim funksiyadan keyin qilamiz. Va tepadan pastga o'qib tushadi JavaScriptda. Funksiya borligini ko'radi, keyin pastga tushgandan keyin funksiyani chaqiradi, yana tepaga chiqib davom ettirib ketadi. Mana hello how are you dedi. Endi bizga ham uchalasi kerak. 3 xil ism bilan chiqish kerak bu yerda. Hozir bittasi turibdi. Mana bu funksiya, mana bu chaqirdik. Endi funksiyaga mana boya qayerda edi? Boya mana bu rasmni sizlarga aytdim. Funksiyaga biz nimadir yubora olamiz, funksiya qabul qiladi uni.
nimadir yuboramiz, u qabul qiladi. Xo'p. Mana shu yuborish bilan qabul qilishni hozir ko'rsataman. Misol uchun, mana funksiyamiz bor. Mana chaqirayotgan joyimizda biz yuboramiz. Misol uchun aytaylik, mana bunga Alice yuboraman. Text bunaqa. Bu joyda mana funksiyani chaqirdim va funksiyaga narsa yuboryapman. Alice yuboryapman. Endi mana bu funksiya qabul qilishi, mana bu ikkita qovus bor-ku, mana shu qabul qiladi. Qabul qilayotganda bu yerga bitta o'zgaruvchi ismini yozib qo'yaman. Misol uchun aytaylik, guest name. Endi bu joyga xohlagan narsa yozsa bo'ladi. Xohlasam ham bunaqa yozib qo'yaman. Xohlasam xohlagan narsa. Guest name deydi. Xo'p. Bu joyda funksiyani chaqirdim, narsa yubordim. Yuborgan narsam mana bu yoqqa boradi. Mana shuni ichida mana bu ism turibdi. Mana shuni ichida ism turibdi. Endi bu funksiyaga yubordim, funksiya bu yerda qabul qildi. Mana funksiyaga yubordim, funksiya qabul qildi. Lekin hali funksiya chiqarib yubormadi. Bu joyini hali o'rgatib qoldim. Endi funksiya ketdi, bu qabul qildi. Guest name ichida mana bu ism turibdi. Endi guest name shunda olaman-da, mana buni olaman-da. Teamni o'chiraman. O'rniga mana oldingi videolardan eslasizlar kerak mana bu narsani. Guest name qo'yaman. Faqat hali ham bilmaydi. Chunki men buni tilda qilishim kerak. Oldingi videolarda ularni ko'rsatganman mana guest name. Endi qarang, funksiyani chaqirdim, buni yubordim. Funksiya ishga tushdi. Ism, mana yuborgan narsam mana buncha turibdi. Keyin console qilyapti, hello, yuborgan ismim va how are you. Endi ko'ramiz. Mana hello Alice, how are you. Chunki Alice bo'lgani uchun. Agar ism mana bunaqa Bob qilsam, hello Bob, how are you qilsam, dinamik o'zgaradi. Misol uchun bunaqa uchalasi chiqishi kerak baravar. Mana bu birinchisi Alice deydi. Mana bu chiqdi. Endi mana bu funksiyani bor-ku, bitta yasab qo'yamiz, qayta ishlataveramiz. Qayta xuddi kalkulyatorga o'xshaydi. Kalkulyatorga bitta yasab qo'yamiz. Misol uchun bunaqa qilaylik. Misol uchun mana kalkulyatorni bitta yasab qo'yamiz, mana keyin ishlataveramiz. 5 qo'shuv 5 da bo'ldi. Buzildi kalkulyator. Yangisini yasashimiz kerak degani emas. Keyin buni yana 0 qilib turib, yana buni qo'shib ketaversa bo'ladi. Bundoq yana qilaveramiz. Funksiya ham shunaqa narsa. Bitta ma'noni chiqardik, chaqirdik, yubordik, bo'ldi emas. Yana boshqatdan ishlatsa bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda chaqirdim, buni yubordim. Ikkinchi marta chaqiraman-da, ikkinchi marta buni yuboraman. Qolsam yana chaqiraman. Uchinchi soatini nima? Qisam, uchalasi chiqadi. Ya'ni qanaqa ishlayapti? JavaScript tepadan pastga o'qib ketaveradi. Mana bu funksiyani ko'rdi. Xo'p, bu funksiyani ko'rdi, bu funksiya ishga tushmaydi. Chunki chaqirganimizdagi ishlaydi. Keyin pastga tushib ketadi. Mana bu yerda funksiyani chaqirdi, ism yubordi. Keyin JavaScript sekin orqaga qaytadi mana bu joyga. Mana ism ichida mana bu Alice turibdi. Mana bu ikkalasi hali ishlamaydi. Alice turibdi. Keyin console log qiladi. Hello, bir nima Alice deydi. Keyin birinchisi chiqadi. Bo'ldi. Keyin JavaScript mana bu funksiya ishini tugatadi. Mana funksiyaga narsa chaqirdik, narsa yubordik, vazifasini bajardi, ishini tugatdi. Keyin JavaScript yana davom etadi. 9-qator deydi-ku, endi 10ga o'tadi. Yana funksiyani chaqiradi, yana Bobni yuboradi. Mana bu yoqqa keladi. Funksiya boshqatdan ishini boshlaydi. Chunki yana chaqirdik uni. Mana bunchida Bob bo'ladi. Keyin hello Bob deydi, how are you deydi. Keyin konsolda chiqadi. Chunki console log qilamiz. Keyin funksiya ishini tugatadi. Yana boshlanadi. Keyin mana bu tushadi. Yana chaqirdik funksiyani. Funksiyaga narsa yubordik, teammi. Team mana ichida team bor. Yana funksiya vazifa bajarish boshlaydi. Console log qilgandan keyin, ishini tugatgandan keyin bo'ldi. Hammasi to'xtaydi. Keyin uchalasini chiqadi. Mana har gal mana bu so'zlarni yozib o'tirish shart emas. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? Shart emas. Bir marta yozib qo'yamiz. Qolganini funksiya o'zi aniq qilaveradi. Shu tomoni yaxshi. Endi shu misolni solida qilaylik. Misol uchun aytaylik, men bitta narsa yuboryapman-ku, mana bitta ism yuborish shart emas. Misol uchun xohlasam, virgul qo'yaman, son ham yuboraman.
Son mana ism, son. Argumentlar deydi. Xohlagancha yo'g'iramiz. Misol uchun, endi ism buni ichida bo'lsa, songa alohida virgul qo'yamiz. Number deb, buni ichida son bor. Ya'ni ism, son. Mana ism, son. Birinchi buni yuboramiz. Birinchi bu yerda bu bo'ladi. Ikkinchi buni yuborgandan so'ng ikkinchi bu yerda bo'ladi. Tak, endi misol uchun aytaylik. Tak, endi sonlar bilan qilsak, returnni ko'rsataman keyin. Tak, mana qilaylik. Funksiyani otini boshqa qo'yaman. Calcni 2 bilan 5 yo'raman. Funksiya o'tni qabul qiladi. A, B deydi. A ni ichida 2 turibdi. B ni ichida 5 turibdi. Keyin log qilaman. A qo'shib B. Qilsam, mana 7. Endi boshqa sonlar yuborishim mumkin. 5 bilan 5 qo'sh. 10 bilan 5 qo'sh. 5 bilan 5 qo'shsa 10 bo'ladi. 15 bo'ladi. Uchalasi chiqadi. 7, 10, 15. 7, 10, 15. Birinchi buni hisoblab beradi, keyin buni, keyin buni. Agar aytaylik, agar funksiyasiz qilganimizda qanaqa bo'lardi? Bunday qilardik. Const dedik, sum derdik. 2 qo'shuv 2. Const sum 2 bo'lsa 5 qo'shuv 5. Const sum 3. 10 qo'shuv 5. Keyin log sum 2, log sum 3. Qo'lda qilganimizda hammasini alohida qo'shib, yig'indisini o'zgaruvchiga olib, qo'shib, o'zgaruvchiga olib, qo'shib, o'zgaruvchiga olib, keyin console log qilib mana shunaqa qilardik. Bu yoqda funksiyada sonni, mana funksiyaga sonni yuboramiz. Funksiya qabul qiladi, qo'shadi, konsolga chiqaradi. Bo'ldi. Tak, endi mana bunaqa narsa bor. Endi keyingi narsa funksiyaga narsa yuboradi, funksiya qabul qiladi. Endi funksiya o'zidan chiqarib olishini o'rgataman. Mana bu ikkalasi ketdi, mana bu joyi qoldi. Mana bu joyini o'rgataman. Xo'p. Funksiyada anaqa narsa bor. Kamaytiramiz. Qo'shuv B dedik. Endi anaqa narsa. Misol uchun, funksiyaga bu son bilan bu sonni yubordik, qabul qildi, qo'shdida biza mana shu yig'indisini hozimiz qachondir qayerdadir ishlatmoqchimiz, lekin bu yerda emas. Lekin ham konsol chiqishi kerak emas. Sal keyinroqmi, bir anaqadan qanaqadir vaziyatda ishlatmoqchimiz. Lekin bizga muhim, mana shu funksiya bir-biriga qo'shgan sonni yig'indisi muhim, qayergadir saqlab qo'yishimiz kerak. Xo'p, nima qilamiz buning uchun? Hozir mana funksiyaga yuboryapman, funksiya qabul qildi, qo'shdi. Mana shu yig'indisi funksiyani ichida qolib ketdi. Endi funksiya o'zidan chiqarib olish kerak. O'zidan chiqarib olishni aniq qilamiz. Return deymiz. Qo'shuv bu. Ya'ni bo'ldi. Yuboramiz, qabul qiladi, qo'shadi, return qaytarib beradi. Ya'ni chiqazib yuboradi. Xuddi mana bu aytdim. Mana bu yuboramiz, qabul qiladi, keyin chiqarib oladi. Xuddi shu narsa ham bitta ham. Yuboramiz, qabul qiladi, qo'shadi, keyin chiqarib oladi. Lekin endi chiqarib oldik, qayerga boradi? Chiqarib olgani mana bu joyga boradi. Qayerda mana bu funksiyani qaysi joyda chaqirgan bo'lsak, mana bu chaqiradi, mana shu yoqqa yig'indisini beradi. Ya'ni mana bu yerda turibdi hozir javobi. JavaScript o'z tegida shunaqa ishlaydi. Mana shuni qarang. Mana shu o'z JavaScript qanaqa ishlaydi? Mana misol uchun tepadan pastga o'qib ketyapti. Funksiyani ko'rdi. Tashlab ketadi. Funksiya ishlamaydi. Chaqirmagunimizcha funksiya ishlamaydi. Tashlab ketadi, ketdi, ham yoqqa tushadi 5-qatoriga. Keyin funksiyani chaqiradi. 2 bilan 5 ni yuboradi. Bo'ldi, 2 bilan 5 ni yuboradi. 2 5 keldi. 2 ga 5 qo'shadi, 7 bo'ldi. Return 7 deydi, funksiya ishini tugatadi, xotiradan o'chib ketadi. Buni biz ko'rmaymiz, lekin xotiradan o'chib ketadi bu funksiya.
yig'indi vazifani bajardi, 7 bo'ldi. Qaytardi, uchib ketdi. Keyin mana chaqirgan joyimizdan uchib ketadi-da, mana shu yerda 7 paydo bo'lib qoladi. Asli tagida mana shunaqa ishlaydi, lekin buni biz ko'rmaymiz. Shuning uchun mana bu yerda 7 turibdi, lekin 7 ni e'tibor bergan bo'lsangiz hech qanaqa o'zgaruvchiga, variable saqlab olmaganmiz. Shunda o'zi turibdi. Ya'ni buni saqlab olishimiz kerak. Nima qilamiz? Oldiga mana qilib qo'yamiz boshqatdan. Mana turibdi. Return qaytaradi. Qayerda chaqirgan bo'lsa shu joyga qaytaradi. Mana shu joyga 7 ni. Bunday qilamiz. Buni oldidan o'zgaruvchi ochamiz, deymiz. Result deymiz. Buni o'zgaruvchiga javobini saqlab qo'yamiz. Mana boshqatdan tushuntilaman. Chaqiradi, 2 bilan 5 yubordi, keldi. Buni bunga qo'shdi, 7 bo'ldi, return qaytardi. Funksiya ishini tugatdi, bo'ldi, yo'q ketdi. Qaytargan soni chaqirgan joyimiz keladi. Mana bu ham yo'q ketadi, 7 bo'ladi. Const result teng 7 ga. Shuncha tushib qoladi. Endi nima qilamiz? Isbotlash uchun walk result qilamiz. Result ichida nima borligini ko'rish uchun qilsak, ko'rsam 7 turibdi bu yerda. Funksiyalar bilan har xil narsalar qilib ko'rsa bo'ladi. Hozir bitta masala qilaylik funksiya bilan. Misol uchun bunaqa qilaylik. Funksiyaga bitta sonni yuboramiz va pensiyaga necha yil qolganini aytib beradi. Const deymiz result. Funksiyani chaqiraman. Misol uchun 20 yuboraylik. Kimdir 20 yoshda. Yo'q, kattaroq qilamiz. 28 yoshli kimdir va pensiyaga necha yil qolganini aytib berish kerak funksiya. Mana resultni log qilganimda result qilsam, mana shu yerda aniq so'z chiqishi kerak. Pensiyaga shuncha yil qoldi debchi, pensiyaga chiqishingizga shuncha yil qoldi. 28 yubordim. Xo'p, mana bu yoqqa qabul qiladi age. Endi nima qilamiz? Return deymiz, qaytarib ber, chunki qaytarib berish kerak. Qaytarib ber age dan 65 dan. Endi 65 pensiya yozib deb olsak, age ayirsak shu keladi. Faqat bu yerdachi hozir mana 65 pensiya yoshda bo'lsa, endi bir aniq esimda yo'q. Minus age qilsak, necha yil qolgani bo'ladi? Mana qilsak 37 yil qoldi. Agar 28 yosh bo'lsa, agar aytaylik 18 yosh bo'lsa, 47 yil bor hali. Agar 44 bo'lsa, 21 yil bor. Xullas, ko'rsam funksiya mana shunaqa yasab qo'yamiz. O'zi hisoblab beraveradi hamma narsani. Ya'ni qayta ishlataveramiz. Faqat bu yerda sonni aytish kerak emas, bizga aytish kerak, sizga pensiyaga chiqishingizga shuncha yil qoldi deb. Xo'p, buni qanaqa qilamiz? Buni qilish uchun nima qilamiz? Mana bu yerda endi yo'llar ko'p, bitta osonroq yo'llar ko'rsataman. F-string qilamiz-da. Till retirement pensiyaga age 65 ayro age years left qilaman. Pensiyagacha 65 ayro age, mana bu ikkalasini ichida hisoblasa bo'ladi. Years left 8 yilda bunaqa. Mana till retirement 21 years left, 21 yil qoldi deb. Agar mana 20 yosh bo'lsa 45 yil qoldi. Bu funksiya mana shunaqa qilsa ham bo'ladi. Yoki yo'naqa yo'li ham bor. Более professionalroq bo'lsa, const deyman, retirement age deyman, 65. Bu pensiyasi 65. Years, yana bitta o'zgaruvchi ochaman. Const years left, necha yil qolgani, misol uchun aytaylik age dan ayiramiz. Retirement age dan ayiramiz age. Ya'ni mana bu retirement age bu 65 dan ayiramiz age. Necha yil qolgani. Mana bu yoqqa o'zgaruvchi qo'ysak bo'ladi. Years left. Lekin naqsi ham bor. Const deymiz. Text deymiz-da. Text deymiz. Mana buni qo'yamiz-da. Mana bu return text deymiz.
shunaqa qilsa ham bo'ladi. Misol uchun bu anaqa bitta yo'li bu ham. Programming bo'lgani uchun bitta masalani yechishi bitta mana shunaqa yo'li bor degani emas. Uni bitta masalani ming xil uslubda yechsa bo'ladi. Shuning uchun improvizatsiya qilib, kimniki tezroq ishlaydi qilib shunaqa qilsanglar bo'ladi. Funksiyaga bu yoq ChatGPTdan boshqadan yana ko'proq masalalar qidirib, yana chuqurroq o'rgansanglar bo'ladi. Argumentlar, retorikani o'rgatdim, qabul qilishi. Hozir yana qaraylik. Bunaqa qilsak bo'ladi, qarang. Bunaqa masalan. Misol uchun funksiya x yo'raman, plus deyman. 2 sonni 2 ni yo'raman. 2 bilan 5 deylik. Mana funksiyaga 3 ta narsa yo'raman. 3 ta narsa yo'raman. Birinchisi text, ikkinchisi son, uchinchisi ham son. Endi plus bo'lsa 2 ni 5 ga qo'shib chiqarib berish kerak ham yoqda. Ham yoqda chiqarib berish kerak. Ham yoqda 2 ni 5 ga qo'shib. Agar minus bo'lsa 2 dan 5 ayirib bu yerda chiqarish kerak. Agar divide bo'lsa bo'lish kerak. Multiply bo'lsa 2 ni 5 ga ko'paytirib chiqarish kerak. Hammasi ham tekstga bog'liq. Hop, bu masala qanaqa yechsa bo'ladi? Oddiy narsa. Deylik, birinchisiga birinchisi hop. Bu operation deydi, operation number num2. Operation ichida bu bo'ladi. Number ichida bu, num2 ichida bu. Aytsa bo'ladi, agar operation teng bo'lsa plusga log number qo'shuv num2. Else if operation teng bo'lsa minusga log number ayirib num2. Else if operation teng bo'lsa multiplyga log number ko'paytirib num2. Oxirida else bittasi ham bo'lmasa, tak division bo'ladi, log qilamiz. Num ya buncha notor yozib qo'ysak bo'lib oladi-da. Hop. Amayli shunaqa qo'y. Numberni bo'lamiz. Num2ga. Hop, endi qaranglar. Multiply bo'lsa ko'paytirish kerak. 2 kere 5 10. Mana 10. Endi mana plus desam 2 ga 5 qo'shadi, 7 bo'lishi kerak. 7. Qarasizlar. Mana shu so'zga qarab u funksiya ishlaydi. Minus desam 2 dan 5 ayirsa -3. Mana -3. Endi divide desam, endi mana notor qilib qo'ydim shu narsani. 0.4 bo'ladi. Bu if else bilan qilsa ham bo'ladi. Sizlarga eslatib bo'lsa, birinchi videoda switch o'zinglar o'rganayaptimi? Switch bilan qilib ko'rsataman. Switchga mana bunaqa switch bo'ladi-da. Mana operation beriladi. Case deymiz. Plus bo'lsa farqga turadi. Case bo'lib divide bo'lsa oxirida keyin default bo'ladi. Defaultda log this operation does not exist. Hop, divide
Xato berdi qayerdadir. Plus deymish. Hamma ishlab ketyapti-ku. Hozir xato ketdi. Operation switch. Mana break kerakmi? Shunaqa narsa kerak edi. Bu mana switch kamroq ishlatiladi, lekin bir xil vaziyatlarda qo'l keladi. Ha, bo'ldi, yetdi ishladi. Mana ham if else bilan bir xil narsa. U birinchi darsda aytdim. O'rganinglar, lekin kam ishlatiladi, lekin juda ham mana ko'p shartlar bo'lsa, clean code jihatdan ishlatilishi mumkin. Lekin if else o'zi ko'pincha if else o'zi yetadi, ternaring o'zi yetadi, lekin switch ishlatsanglar ham bo'ladi. Lekin men buni tushuntirmoqdim sizlarga. Hozir sal-pal tushuntirib ketaman. Nomiga olib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun o'zi ishlayapti. Minus qilaylik. Minus chiqadimi ishlayapti. Agar yo'q narsani yozsam, bunaqa operatsiya mavjud emas deydi. Yo'q narsani yozsam. Divide yozsam bo'laveradi. Xo'p. Endi mana qilamiz. Yuvardim buni yuvardim. Operation mana switch mana bundan boshlanadi, mana shu tugaydi. Switch o'ziga operation qabul qildi. Operation ichida plus, minus, multiply, divide bo'lishi mumkin yoki boshqa narsa bo'lishi ham mumkin. Endi aytyapman, mana bu skobka ochdim. Bamba switch syntaxi yodlab olish kerak. Case degani operation amma anaqa mabodo mana operation ichida plus bo'lsa, mana bu narsani qilgan. Break dedim, bu qilib bo'lgandan keyin to'xtatgan. Qolganlari bo'ldi, ishlamaydi. Shu bilan tugaydi. Agar endi operation ichida plus bo'lmasa, keyingisiga o'tadi. Case operation so'z ichida minus bo'lsa, mana bu ishlaydi. Break bo'ldi, to'xtaydi shu bilan. Keyin shunaqa ketaveradi. Operation ichida multiply bo'lsa, bu ishlaydi. Keyin yoki bu ishlaydi. Agar operation ichida mana bu plus ham, minus ham, multiply ham deb bittasi ham bo'lmasa, oxirida keyin default ishlaydi. Mana bu qilib if else bilan bir xil. Mash. Tak. Yana nima misol?